Vazni katta, ko'rib turibman, juda ham bir orcha vazni ko'p. Nima muammo qiynayapti bu bolani? Bu bolacha 7 yoshda, 75 kilo. Bu bolada 4 yil avval Covid bo'lgan, kichkina bo'lgan juda ham. Covid natijasida asoratli bo'lgan va pediatrlar, o'sha pulmonologlar bu bolachaga deksametazon qilishgan. 1 oy mobaynida deksametazon gormonini olgan. Endi qarang, u yog'i nima bo'lgan? Bu bola 1 oy mobaynida bir 5-6 kilo tana vazni oshiq bo'lgan, lekin u yog'iga ota-onasi ishtahasi ochildi. Ovqat yedirishim kerak, immuniteti ko'tariladi deb bu bolaga oddiy uglevodlarni ko'p miqdorda berishgan va natijada 75 kilo bo'lib ketgan. Bu bola yura olmaydi. Ozgina yursa hansiraydi. Ozgina yursa oyog'i, ya'ni o'sha bo'g'imlarda og'riq bor va eng asosiysi bolada qalqonsimon bez gormonlari yetishmovchiligi, gipotireozi bor. Ya'ni gormon beryapti oylari, lekin yetarli darajada bermayapti. Biza analizlarni ko'rib, bularga o'sha yetarli darajada o'sha gormonlarni tavsiya qildik va bularga to'g'ri ratsion, to'g'ri o'sha kerakli vitaminlarni tavsiya qildik. Nasib qilsa, bu bola ozadi, aytganimizni qilsa.